Prezident maktabida tushgan savol. Avtomobil zavodi 3 xil o'lchamlarni ko'ryapsizlar, kichik, o'rta va katta. Avtomobillarni 3 xil rangda, qora, ko'k va qizil ranglarda ishlab chiqaradi. Quyidagi jadvalda o'tgan oyda zavodda ishlab chiqarilgan avtomobillarning soni ko'rsatilgan. Jami 40 ta avtomobil ishlab chiqarilgan. Xo'p, o'lchamlari berilyapti. Kichik, o'rta, katta, ranglari berilyapti. Qora, ko'k, qizil. Quyidagi doiraviy diagrammalardan qaysi biri agar to'g'ri belgilangan bo'lsa, ishlab chiqarilgan avtomobillar sonining rang bo'yicha taqsimotini ko'rsatadi. Rang bo'yicha deganligi uchun bizga mana bu katta, kichik, o'rtasi kerak emas. Rang bo'yicha hisoblab chiqadigan bo'lsak, qoralar nechta bo'ladi shunda? 4 ga 6. Xo'p, 10, 10 ga 10, 20. Ko'klar 15 ta, qizillar 5 ta. Jami nechta bor? Jami 40 ta bor. 40 ta bo'lsa, qoradan 20 ta bo'lsa, aylanani yarmi chizilgan bo'lishi kerakmi? Demak, variantlarni qaraymiz. Variantlarni qaraydigan bo'lsak, aylanani yarmi chizilgan variant C va D variantda turibdi. O'z-o'zidan mana bu A variant bilan B variant chiqib ketyapti. Ko'kdan 15 ta, qizildan 5 ta. Ko'kdan 15 ta, qizildan 5 ta. O'z общий 40 ta bo'ladigan bo'lsa, yarmi, ya'ni 20 tasi qoraga to'g'ri kelyapti, 15 tasi ko'kka to'g'ri kelishi kerak. Endi 15 ta chizma qaysiga to'g'ri keladi? Va bunga to'g'ri keladimi yoki bunga? 5 ta ham bor. 5 ta bunga to'g'ri keladimi yoki bunga ham degan savol bor. Общий yarimtasi 20 ta bo'ladigan bo'lsa, ko'radigan bo'lsak, o'sha 5 ga nisbatan 3 marta katta. Mana bunga nisbatan mana 3 marta kattami? Yo'q. Mana bu chizma to'g'ri kelyapti. D variant bo'ladi. C variantimiz ham chiqib ketadi. Agarda shunday Prezident hamda Ali Xorazm maktablariga tushadigan savollar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.